Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Latifa. Yoshim 26 da. Hozirda biz xo'jayinimiz bilan birga Dakchiliy shkola maktabini ochganmiz. Bu maktabimizda bizda tanits o'rgatiladi, gruziyskiy va kavkazskiy tanitslar o'rgatiladi. Bu yo'nalish ichida men xo'jayinim bilan 8 yildan beri birgaman. Xo'jayinim mendan ham ko'proq уже shu yo'nalish ichidalar. Bu raqsga o'zi kirib kelganimni katta sababi o'zim o'rtog'im u qiziqtirgan meni birinchi bo'lib. Qozog'istonda u payt bizda hali rivojlanmagan edi gruziyskiy kavkazskiy tanitslar, faqat u paytda kavkazskiy tanits juda ham ko'p rivojlangan edi. Shu o'zimning o'rtog'im Qozog'istonda yashaydigan o'zimning o'rtog'im o'sha yerda zanimatsiya qilardi, o'rganardi. Undan ko'rib men ham qiziqib onlayn urok olganman. Shu onlayn urok olganimdan keyin, ko'p emas, 1-2 onlayn uroklar olganman. Shundan keyin уже qiziqish boshlanmagan-u, tug'ilgan-u, sразу yo'q bo'lgan. Bitta 1-2 marta ko'rib videoni ozgina o'rganganimcha o'rganganman. Уже undan keyin где-то 1 yildan keyin xo'jayinimni uchratganman. O'zimni eng katta ustozim o'zimni xo'jayinim bo'ladi. Ular orqali juda ham ko'p narsalarni o'rganib shu vaqtgacha yetib kelganman. Bir qaraganda oyoq harakatlari juda ham osonga o'xshaydi, lekin unaqa oson narsa emas. Oyoq harakatlari eng birinchisi bu oyoqlarimizni uchga turishimizdan boshlanadi. Oyoqlarimizni uchga turgan paytimizda oyoqlarimizni yarmiga turib olishimiz kerak emas. Bunaqa bu yarim bo'lib turish kerak emas. Oyoqlarimizni uchga turib olishimiz kerak bo'ladi. Barmoqlarimiz boshlangan suyagimizni uchga turib olishimiz kerak bo'ladi. Shu turishimizda shaglarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Bir qo'l bilan harakat qilganda har doim kist bilan ishlashimiz kerak. Juda ham barvaqt bo'lish kerak. Har doim qo'llarimiz tekis bo'lib qolishi kerak emas. Har doim tirsalarimizga ahamiyat berishimiz kerak. Barmoqlarimizga ahamiyat berishimiz kerak. Xuddi shu aytganimdek, oson narsa emas. O'zini mansabga qiyinchilik bo'ladigan narsani barmoqlarimizni ushashlarimiz, qanaqa ushashlarimiz kerak barmoqlarni, shu hamma narsani o'rganib bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu raqs qanchalik joy olgan, polностью joy olgan mana shu bo'yicha. Chunki juda ham ko'p haftani bir kunida faqatgina davolamiz, qolgan muhabbetdan kechqurungacha shu o'tamiz, dars soatimizgacha dars o'tamiz. Juda ham yaxshi ko'raman. Tanits kelganimda o'zi muzikani eshitgan paytimda o'sha juda ham ko'p narsalarni esdan chiqarishni boshlayman. Ichkariga kirishni boshlayman. Hatto muzikani eshitgan paytingizda miyalaringizda o'sha o'ylab chiqarasiz qanaqa nima qilishingizni. Juda ham boshqacha. Misol uchun Madida qizlarni darajada qilgan paytda so'rayman ulardan, sizlarda ham vrachka bo'lib ketdimi? Sizlarda ham desam, bo'ldi deyishadi-da. O'sha paytda muzikani eshitish, muzikani qanchalik yaxshi ko'rish, imенно muzikani yaxshi ko'rish emas, imенно tanitsni o'zini yaxshi ko'rish. Shunga o'xshagan narsalar polностью shu narsani ichidamiz. Polностью yuragimdan joy olgansam to'g'ri bo'ladi. Yo'q, oila bilan qiyin emas, naprotiv oson. Chunki bir xilla bilsangiz, qayerdasan, nimasan, qayerda eding, bizda har doim bilamiz. U yoqqa borsak ham bilamiz, bu filialda ham har doim biz bilamiz. Hech qanaqa lekin shu paytgacha umuman qiyinchilik ko'rmaganman, shu bittadan ishlagan.